Assalomu alaykum. Qarindoshlar, bugun yana men shu kal fermasiga stog'il keldim. O'tganda kal qo'tani ko'rsatganimda bolalarga ko'rsatsam nurg'un bolalar uchirib ketdi. Ash kal saqqa yana bir ko'rgan bo'lgan bo'lsaq deb. Shunga bugun shu kalni saqadigan vaqt bo'lib qopti-da, soat 5 da saqadik ya bular kalni. Hozir ash kal fermasiga keldim. Mishani ko'rsatib qo'y deb. Mana hozir shu kallarga sevisi bor. Hatto mishada seqildigan kallar mana. Hozir buradan bütün mana aslı naq maydonni ko'rsatma. Mana. Kijk zo. Mana butunlay shu Hoeveel koeien één keer daar komen? 24 kunnen er. 24. Bir qatimda 24 tane kalım işəyə kirdikəndə hatta biz çəkişləmizdə mana qıravatlarımızdək. Bax zamanıvi kalsıq sütüskən mağı. Mana kallama yaqda ma astıda miyədə adam kirdigan yer var ki. Mişədən kiriş arqılıq az çəkişləmiz kirdikənmiz. Ondan başqa mana mağı kalı qotalları ki zamanıvi kalı qotalları. Rasmi çoğun kaliferimiz geldi bu mana. Hani müşaheden kalla, mana müşaheden kırdık ya. Şimdi kata mana hatırıma birisi çıktı hazır mana. Ben birisi ma yaktı çıktığı için. O tarafta mana birisi kırdık ya mana. Mana ma kaldı ma yaktın birisi çıktı ya. Yani o taraftan birisi mana kırdık ya mana. Mana seğilip bo'lgan kallar mı yaxtı tarafga qo'tandan shikiriklik mana. Bu hammasi mana shu seğildigan kallar mana o'sha qata mana mayaq hozir birisi mana kichik qarab mangdi ya. Mana ma tarafga ishi o taraf kirishimiz ekanda o'sha hammasi seğildigan kallar qata shuni bilan turdi-da hozir birdan kirdi ekan. Hozir men pastga kirib tushib shu kallarni saqqanib ko'rsatib chiqayman mana. Mana kallar mana. Qata navbat bo'yicha seğilib kallar da mana. Mana bizning o'g'limni olib kelganimda o kal sadiq odamda bolalarim qo'rqib kelmayotdi yerga. Mana İbrahim past tushimiz o'g'lim mana. Hozir mana mishadin mana ko'rdinglar meniki ostidan biz kiramiz, ustida mana o'ylanayotdi. Mana. Hozir mishaqdan kiramiz mana. Men kirib tafsili bir ko'rsatib chiqay. Hallo, goedenavond. Hay. Mana kiravatçılar mana maşa adam bütün kallın o'zi sağır ekanda. Mana bir başlı tushundirayda mana mayaq hozir bir kal chiqdi, mayaqdan bir kal kirdi mana. Mana. Hozir makal chiqish oldida. Mana makal chiqish oldida. Mana ma chiqdi birisi sig'ilib bo'lgandan keyin, o chiqib bo'lgandan keyin mana navbat bo'yicha kirdikanda kallar. Even iets terug zo, daar kunnen we meer lopen. Dan komt hij wel in. Man tutunlay ma zamonaviy sig'ishimizga. Akala sig'ilib bo'lgandan keyin ana keyinda mana pokis surtib nim qildi ekanda mana. Hozir ana kirdi mayaqda nim qildi mana birisi kirdi mana. Mana kala kirgandan keyin ana surtib ana nimasi sig'ishnimizni mana ko'rdinglar. Ha o'g'lim ha. Ana onasini bakatdi mana. Mana birisi kirsa birisi chiqirgan mana. Faqat bir-birisidan tushmaydi ekan bu kallar. Mana sut miyada menga batdi.
Bu yerda hamma qilninki yanada mana shu nima bor ekanda qanchalik sig'ilgan narsani ko'rib turib ekan. Mana bak qarasanlar suv oyilyapti mana. Kreavatda asta oyilyap mana suv. Qo'shnichilar kolni mana bir odam saqlab ekanda mana. Mana. Ay hozir bir sikirdi mana. Qaranlığa bir möhreşmi yok, tepiştimisi mi yok mana. Şunda tertiplikte bana kalın qattiq intizamchan qilib turibdi. Ben bir so'rab bakayım Bishkekda qancha kilo sut sog'diganda. Hoeveel kilo melk krijgen per dag? Ana mayalda. %250'de artık kalısı var ki bularınki de günlük 2 vaqt sağladı ki bu kalını her gün kes saat 5'te bir qatam onu et yeganda saat 6'da bir qatam sağladı ekanda her bir kala 30 litrden sütürlükə her bir qatamda da bir qatam saqqa vaqtda. Malikürep kichik vaqtlarimiz isimiz kelib qoldi. Men bu kichik vaqtlarni kalib qilib boqqan, kala qo'y degandek asosiyatda Uyg'urlarimiz hammamizni janib cho'ng o'g'illik ko'pinchimiz qo'y kallarni beqiyam qilib boqqan-ku. Hozir shunda esimda bor. Cho'ng opam rahmat ekaniki kichik vaqtlarda uyda boqqan kallarni sig'ib süt qaymoq qatiqlarni qipirdigan shuni yeb cho'ng bo'lganlikda mana shu vaqtimiz isimiz kelib qoldi ekan. Mana açtılar. Bir mezgilde bizim dadamışlar. Nesllik kalı demdik. Nesllik kalalımız deb G'uljizning o qalakkalliga estirim esimda var. Benim uyam yakın bu. Benim uyamda bundaq dehqonchilik maydonlari jiq. To'q fabrikalarga kaliferimiz degandek shu mishalardan tabiiy sutlarni ilib qilamiz. Sutniki mishadan olsak bultu 1 litr sut. Yani 1 yevroga 2 litr sut turibdi. Hozir sutning basida ba'zi bo'jidan boshlab 1 litr sut 1 yevroga chiqibdi. Dükkanda alsak 1 litr sütünü 1,5 yevroga işte alımız.
Qarama kallan şu kadar yavaş, hiçbir pişken ya tepişken, möreşken. Ma eksik boyama karşıdan köklenmeydi de ma kallanı ki şunda rahatlık. Başımçılar 200 neç kalın hem bir adamdan saqqınla ayranda. Bugünkü müşahiç kösüp yani başka yanılıqlar qas kösüp Allah'a emanet.